Jasjan qamoqdan chiqqach ilk bor jamoatchilikka murojaat qildi. U qiyin kunlarida ko'pchilik yordam beramiz deganini, ammo amalda yonida bo'lmaganini aytdi. Jasjanning so'zlariga ko'ra, faqat ayrim insonlar, xususan shogirdi, qo'llab-quvvatlaganini alohida ta'kidladi. Shundan so'ng Amirxon ham video murojaat bilan chiqib, meni qonunni qaynatma. Menda ham videolaring bor, deya bayonot berdi. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Mojaro qanday davom etadi? Fikringizni izohlarda yozing. Haqiqiy shogird mana shunaqa bo'ladi. Har xil itlar men aktiv uchun chiqqanimni ham sirada qo'ymoqchi bo'lib, o'zi kirib ketishimga ham shular chaqirib mana shunaqa bo'ldi. Mayli, ular satoshingga borib oling, uni keyin gaplashamiz. Ularga ham rahmat senga. Xudo xolisa ketyapman do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar unga. Xudo xolisa yaqinda Toshkentga boradi. Har xil itlar men aktiv uchun chiqqanimni ham sirada qo'ymoqchi bo'lib, o'zi kirib ketishimga ham shular chaqirib mana shunaqa bo'ldi. Mayli, ular satoshingga borib oling, uni keyin gaplashamiz. Rossiyada qamoqdan chiqib, hamma ishingiz bitib, O'zbekistonga qaytganingizda biz it bo'lib qoldik-da endi. O'sha itga bir oy oldin yalinib telefon qilib joy so'raganlaring esingdami? Gazingizga pulim qolmadi, qaytib ketishimga pulim qolmadi. Kvartirangda turib deb yalinib telefon qilganlaring esingdami, Jasur? Mana qonimni qaynatma. Menda ham yaxshi videolaring bor. Seni butun dunyosi yomonlab chiqdi-da. O'zbekistonda nechta bloger bo'lsa, hamma qoralab chiqdi. Nimagaki o'shalarni ham ko'nglini qoldirgansan, lekin men shu paytgacha seni 5 ta video qo'ygan bo'lsam, shu qamalganingdan beri hammasida yoningni olib chiqib, "Ey do'stim, bu ham o'zimizning farzandni bolasi, O'zbekistonning bolasi. Qo'yinglar o'zbekni tarmaylik. Bir-birimizga ham paddeshga qilaylik. Bu ham birov farzandi. Urushmaylar, so'kishmaylar. Urushga jo'natinglar. 20 yil qamalsin. Tuda bo'lsin, suda bo'lsin" deb nechta odam gapirib chiqsa ham, lekin men unaqa demadim, do'stim, yaxshi inson bu. Internetda faqat shunaqa yomonliklar qiladi. Real hayotda normalniy, zo'r bola, yaxshi bola deb nechliklaring ham menga telefon qilib, "Как будто seni Moskvaga men chaqirib, men qamatganday qilib, xuddi tuhmatlar qilib tashlagani hali ham meni yuragimda turibdi. Meni aybim agar seni yoningni olib chiqib, xalq orasida seni hamma odam so'kib chiqsa ham, men seni yoningni olib chiqqanim bo'lsa aybim. Meni kechira qol do'stim. To'g'risi men xursand bo'ldim chiqqaningni ko'rib. Bundan buyog'iga bunaqa xatolarni qilmagan. Xalqqa foyda istaydigan yaxshi kontentlar qilgan, chunki seni butun O'zbekiston kuzatyapti. Yana ashibkingni qidirishadi, yana nimadirlar bo'lib ketishi mumkin. O'zingni ehtiyot qilgin, bir-birimizni ko'timizni ochmaylik-da. Mayli o'zingni yo'lingda ket. Men o'zimning yo'limda yuraman. Meni topish tutishim hammasi yaxshi, Allohga shukr. Do'stlar, hormanglar, men va nihoyat ozodlikka chiqdim. Alhamdulillah deymiz. Orqamdan gap yurgan har xil itlar, pul yig'ganlar bo'pti, urushga ketadi deganlar bo'pti, har xil gap so'zlarni eshitib, xursand bo'pti men orqamdan ko'pchilik gapirib. Hammasi men yordam beramiz Jasjanga deganlarini ham ko'rdik do'stlar. Hech qaysi yordam bermadi. Bitta dona mana shu Dilshod degan ukam shogirdim edi. Kelib turib xabar olib, qo'lini narsalar kirgizib, mana hozir ham o'zi kuzatishga kelib aeroportda o'tiribmiz. Aeroportga kelib o'zi kuzatib boryapti. Tak что kimlarni ko'rdim, o'zidan kimdirlar yasab olgan. Mana misol uchun bu bilan tanishganimizga dash 1 oy bo'ldi. Necha yillik o'rtoqlarim orqamda hayp ishlab, xursand bo'lib yurib, hozir chiqib videolarni ko'rib o'zim yoqamni ushlab qoldim. Do'stlar, tak что konkretni predenniy bola obuna bo'lib qo'yinglar. O'zi yana bu hali O'zbekistonga borganda mana buni kutib olib, chiroyli narsalar qilamiz do'stlar. Hammaga omad, sog' bo'lasizlar. Ko'rib olish kerak.